Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan mana hozir yana qiziqarli musobaqa o'ynaymiz. Demak, Ilonchor Ro'ybekdan ko'z o'yini gasash o'ynaymiz. Sarar ko'zni yumgasa edi, Muslima ko'zini ochib. Landi o'yin boshlandi. Kim birinchi asab bo'larkan? Olib bo'lganlar mana bu qiziqarli o'yinchoqlarning birini nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Bo'ldi, yasab chiqqaningdek. Qani? Men boshqa Muslima yasab bo'ldi. Endi ko'ramiz. Qani kimning ko'z o'yini zo'r ekan? Yana kimniki yaxshi Muslima? Seniki yaxshimi, Sarvardagi yaxshimi? Kommentariyada yozib qo'y. Bolajonlar, demak, kommentariylarda yozib qolinglar. Mana bunikini ko'z o'yinagi ushlagichi yo'q ekan, lekin Sarvarning nimasi bor? Ko'z o'yinagi ushlagichi ham, unisi ham bor. Demak, bu o'yinda bolalar yozib qoladi. Hamma durang, demak, Sarvar yaxshiroq o'yinchoq oladi, Muslima oddiroq o'yinchoq oladi. Demak, Sarvar qaysini olasan? Muhammad. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajon.